Türkiye'nin ataqlıq yazğıcısı Rishad Nuri Gontikin'nin Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Çalı Quşu namlıq romanı. Bu roman Belqut şirkətində avazğa ilinib, Belqut torida anlatıldı. Derizning udulida qad ko'tarib turgan tog' manzarasi dastlabki kunlarda meni qiziqtirdi. Endi buningdan zerikishga boshladim. Adam o tumanlıq tog' bag'rida shamollarda chochlarini to'zitib, etaklarini uchirib sayli qilmasa, tik qiyolar ustida o'g'loqdek sakrab yayrimasa, uning nima keragi? Beshimni elib chiqib ketib, dalalarda soatlab o'ynaydigan bog' atrofidagi qoshalarni tayoq bilan urib, quyuq yopirmoqlik daraxtlarga tosh etib, qushlarni uchirdigan kunlarim nalada qoldi. Halbuki men Anatoliyani dal shular uchun xohlagan edim-ku. Kichkimdan rasm chizishni bakmo yaxshi ko'rardim. Maktabda eng yaxshi nomer oladigan darsim birli shu edi. Chaharbog'da pokiz tomlarga, maktabda haykallarning marmar supulariga qora qalam yoki bo'yoq bilan rasm chizib qo'yganim uchun xiyla azor yegan edim. İstanbul'dan kelarda bir muncha rasm qog'ozi va bo'yoq qalam ilib olgan edim. Mehmonxonadagi yolg'izlik kunlarimda yezishdan zerikganda rasm chizatdim. Bu mening uchun bir obdan tasalli edi. Hatta Hoji Kalfaning biri qora qalamda, yana biri suv bo'yoqliq ikki rasmini chizib baqdim. Rasmlarning o'ziga qanchalik o'xshaganligini bilmayman. Ammo burnining, ko'zining alayligiga qarab bilmasam, Belqut xazinasi taqir beshidan, shap buratidan, oq peshtamisidan o'zini tonib oldi va mening ustaligimga hayron qoldi. Bechora qeri erinmasdan rasta bozorlarni aylanib yurib, rasm ramkasining cho'risini bezash uchun ham qizig'i deb arzon atlas, maxmal, ipak raq va marjonlar setib oladi. Bir kuni bakmo qattiq zerikkanligimni ko'rib, Hoji Kalfa meni uyiga taklif qildi. Uning ayoli oilani tam bilan boshqurganligi uchun qutidek chaqqong'ina bir uy silyapti. Bo'sh vaqtlarida bolalarining yordami bilan hatto yeshil rangi bo'yatmayapti. Uyi cho'nqir yor yaqisida ekan. Yor shunchalik cho'nqirki, bog'chining hashqi pichaklar yugashgan yog'och rishatkasiga tayinib, pastga qarasak, beshimiz aylanib ketadi. Men bu bog'chada Hoji Kalfaning oilasi bilan unutilg'usiz shirin soatlarni birga o'tkazdim. Navrik xonim samatiyaliqkan. Uni eriga o'xshash qo'polg'ina, lekin yaxshi niyatli, oq ko'ngil ayol edi. Meni ko'rish bilanla İstanbulning puruqini ilib keldim kichik xonim deb o'zini tutolmasdan bo'ynimga esildi. U İstanbulning eti chiqishi bilanla ko'ziga yosh oldi. Cho'nqir hasratdan ko'ksi tomirchining ko'rigidek bir ko'tarilib tushadi. Hoji Kalfaning 12 yoshlarda bir o'g'li, 14 yoshlarda bir qizi bor edi. Qizi Ayganushning anardaq qip-qizil yuzi suv chechiki chiqqandek dani xo'raklar bilan to'lgan. Qoshlari quyuq, tatinchoq va kalampayroq bir arman qizi edi. Murat bo'lsa semiz hadisining aksi. Quritilgan beliqdek rangsiz va paka bola ekan. Hoji Kalfa o'zi savodsiz bo'lsa-mu, ammo bilimning qadriga yetadigan odam ekan. Uning deyishicha odam hamma narsani bilishi kerakmish. Payti kelganda qaroqchilikmi odamga asqatarmish. Murat o'tgan 2 yil Arman maktabida o'qibdi. Yaqinda 2 yildan beri Osmonli maktabida o'qib o'tibdi. Hoji Kalfaning plani bo'yicha bu bola har 2 yilda bir maktab yangilab, 20 yoshigacha navbat bilan fransuzcha, nemischa, inglizcha, italyanchani mukammal o'rganib, talto'kis odam bo'lib chiqishi lozimmish. Bu sazan qurididek nimjon bola u chaqqicha bu yukning ostida ezilib o'lib qolmasalar.
Bir kuni Hoji Kalfa o'g'li haqida so'zlab shundoq dedi. Muratning ismiga diqqat qilgansan. Behmudona ism. Buni topqicha bir hafta boshqa turdim. Ikki tilga mos keladi. Arancha Murat, Osmonlicha Murat. Keyin Behmu aqlana bir narsa demoqchi bo'lganligini bildirish uchun ko'zini qisib qo'shimcha qildi. Murat o'rinsiz qilib ochiqni keltirganda uningga "Sen yo Murat emas, yo Murat emas, faqat bir Muratsan" deyman. Qiyri Armanning rosa ochiqga kelgan bir kuni men ularning uyida edim. Balaning gunohi opsi etgan tomoqni yoqtirmagani bo'ldi. Hoji Kalfa uni masal va biyitlar bilan qayitdi. Bu qapoq boshning o'zi mushtaq turib, har xil xuyi bor. Talamchiga tarxamak bersa, agri-bugri ekan deb yaratmay uni cho'rvatganmish. Eshak murabbani nadin bilsin. Nasihatlarimni quliqingda ching tut, bo'lmasa til bilan gapga kirmaganning beshiga tayoq tushadi. Sen kim eding shuncha? Allohning ne'matlarini yaratmaydigan. Sen seni bil, sen seni bil, sen seni. Sen o'zingni bilmasang, mijivitar gashgani. Ayyanushning qizi bo'lishiga qaramasdan, uning o'rganishiga Muratninkidan kam e'tibor bermaydi. Ayyanush Arman katolik maktabida o'qiydi. Bir kuni Hoji Kalfa qo'shnilardan o'larman bir qiyri bilan qari shalvara kiygan bir xotin oldida qizini sinab ko'rishimni iltimos qildi. Dunyoda buningdan kulgulik ish bo'lmas. Hoji Kalfa bechora qizning kitob daftarlarini majburan tizimga qo'yib, "Qani ko'rayli, Hayganush, agar muallimi oldida meni yerga qarasang, bergan oshnimni buruningdan buloq qilaman" deydi. Qizdan bir qancha ko'paytish, bo'lish masalalarini so'rab bo'lib, Payg'ambarlar tarixi degan rasmli kitobni ochdim. İnsanın da ibadatga doir ko'rinishga ko'zim tushdi. Bechora qiz ibodat haqida og'ziga kelganini dedi. Maktabdagi chig'imda quliqim pishib qolg'achqa xatosini tuzatib, ibodatga doir ma'lumotlarni berdim. Hoji Kalfa anlab o'tirib, ko'zlari chekchaydi. Beshidan chech qanmag'achqa qoshlari ding bo'lib ketdi. Xristian dini haqidagi bilimim onunğa mo'jizadek qara deb tuyulib ketdi. Bu qanday bo'lg'ini? Musulmon qizi mening dinimni popladimni yaxshi biladi. Men seni odatdagi bir muallima deb yuribdiman. Haqiqatan sen qo'lini so'ygidek o'limashkansan. deb cho'qindi. O'rnidan turishi salning qirg'oqdan qo'zg'ilishidek tas bo'lgan semiz xotinini yashgisidan tutib men tarafga tortdi. Bu balani men uchun peshonasining taq o'tirisidan so'yib qo'y, uqdingmi? deb menga ittiryapti. Bechora Hoji Kalfa er kishi bo'lganligi uchun buni xotinga qildi. Mehmonxonaning qiyri xizmatchisi shu kundan boshlab uchirg'anli odamga men to'g'riliq va mening cho'nqir bilimim haqida so'zlashga boshladi. Bu shu darajaga yetdiki, mehmonxonaga kirib chiqqanimda qahvaxonadagi bekorchilar meni ko'rish uchun derazadan qaraydigan bo'lishdi. Men Hoji Kalfa xudo haqqi unda dema, bundaq deyishning nima hojati deb xafa bo'lsam, u isyon qilgandek ataygi deyman, cho'nglarning quliqiga yesin, san qilganlari uchun xijil bo'lsin. Hoji Kalfaning oilasi bilan tanishishning menga boshqa tarafdan foydasi bo'ldi. Samanyali xonim bekmi tatliq murabbalar qaynatishni, mevalarni shakarlab qoq qilishni biladi. Bu mening payg'ambarlar tarixi haqidagi bilimimdan xiyli foydali bir ilm. Uningdan ham arzon, ham oson qaynatish usulini o'rganib, buni Gulmisol Kalfaning tamoq etish usulini yozgan daftarimga ko'ngil qo'yib yozib oldim. Buningdan keyin oshko'zligimning g'amini o'zim yemasam kim yeydi? Xudoyim buyursa ishlarim yo'lga selinib, mening beshimni tiqqidek kichikkina bir uyim bo'lganda, bir murabba tizadigan ishkab yasdiman. Tashchilarni Hoji Kalfaning uyidagidek naqshlab bezayman. Bu tashchilarga yaqut, kahrava, sadaflarga o'xshagan farqiraq rang-murang aynoq qachilarni tizaman.
nima degan yaxshi? Yegim kelganda hech kimdan so'rab yurmayman. Yoki qo'li agrilik qilishga majbur bo'lmayman. Xudoyim saqlasin, jiq yeb og'riqli qanmasam. Shundoq. Al seriq oq murabba qochlari orasida faqat yeshil yo'q. Hozir xiyolimga keltirmaydigan, shunchalik nafratlangan Kamronning ko'zlari meni yeshil rangga o'ch qilib qo'ydi. Hozir nihoyatda yaxshi eslayman. Kamron, burunmu hozirgidek sendan nafratlanmagan chaqladimi ko'zlaringga o'ch edim. Bu o'chmanlik boshlanganda texi 12 yoshga to'lmagan edim. Balki senmi unutmagansan. Hadisi uchumlab to'pa elib ko'zlaringga chachatdim. Ajaba bu yolg'izli balliq sho'xliqmidi? Yo'q. Quyosh nuri tushgan yeshil dengizdek ichida laylab o'ynab turgan ko'zlaringni etishtirish uchun edi. Anglayotganinglar dil qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Yana azdim. Maqsadim bugungi voqealardan yozish edi. Qayerga kelgan edim? Hoji Kalfon necha kundan beri birinchi qitim chaqnab chiqqan quyoshni ko'rib, shodlanganimni bir yerdan xush xabar anglagan o'xshaydi deb bilib, mendan surishtirishga boshladi. Menga doir biror xabarning uningdan avval mening quliqimga kirishi mumkinmi? Hatto oxir berib qo'sqimning ashqinini, uyqumning kelganini mehmonxonaning bu g'alit xizmatchisidan so'rab yurmasam bo'ladi-ku. Hoji Kalfon nazlanmasdan esanchu, munda pixildab ko'rishim bekor emas. Xudo biladi, bir yaxshi xabar olmabsan-da, dedi. Hoji Kalfondan uzoq quloq bo'lish nemishqidir menga huzur beradi. Yerim chaqchaq, yerim jiddiy qiyofatda ma'nilik kulib ko'zimni qisib. Kim biladi, balki demaslik kerak bo'lgan sirdir, dedim. Quyosh shu qadar chiroyli chaqnab chiqqan edi. Men havo o'zgarib ketkicha manzillarni tomosha qilib bilish uchun mehmonxonaning sal nerisidagi ko'rikdan o'tib, oldimdagi tik to'pilikka qarab mangdim. Keyin o'tloqdan, daraxtzorlikdan va ikkinchi bir ko'rikdan o'tdim. Yana xilini aylangan bor edi. Biroq adishib qilishdan cho'ngroq bir xavfga yo'liqdim. Odatdagi paranjida va chumpardi bilan yuzimni mahkam yepib og'inimga qaramay, bir necha qiliqsiz arlar kaynimga tushib olib, so'z tashlashga boshladi. Hoji Kalfonning nasihatini eslab qo'rqdim-da, orqamga yondim. Ma'arif bo'limining balbog'liq bosh kotibining "Texchi Istanbuldan xabar yo'q singlim" deb javob berdiganligiga ishondim. Shundoq bo'lsa-mu, taloq chiqqandan keyin u yerga yo'liqib o'tishni loyiq ko'rdim. Mudirning xizmatchisi meni palampayda ko'rish bilan "Ajabmi yaxshi kelding muallima, bay seni izlagan edi. Men seni izlab mehmonxonaga bormoqchi edim", dedi. Bay degani ma'arif bo'limining mudiri edi. Qiziq. U yana qizil so'qni qoplangan yiziq ustulning orqasida ruhiy harg'inlikni chiqarayotganda qo'lini sangilatib, yoqasini yeshib etib, ko'zini yumib o'ylab o'ltiradi. Meni ko'rish bilan asrab kerildi. Uzib so'zlashga boshladi. "Xonim qizim, ma'arif nazoratidan texchi javob yo'q. Qandoq buyruq keladi? Bir nima deyolmayman. Huriya xonim peshqadam muallimi bo'lg'achqa uni ilib qilishi mumkin deb o'ylayman. Sizga foydasiz javob kelib mushkul ahvolda qolasiz. Shunga ahlimga bir chora keldi. Bu yerdan 1-2 soat yiroqyada Zaynila yezisi bor. Havosi, suvi yaxshi. Manzarasi bekmo go'zal. Aholisi axloqli, nomusliq, xuddi jannatdek bir joy. U yerda bir vaqtda maktab bor. Bu tur bir muncha kuch sarf qilib remont qildirdi. Bir muncha pul xarjlab o'qitish qurollari setib oldi. Maktab ichida muallimlar uchun maxsus uymi bor.
O yerga sizdek bilimlik bir xonimning berishini bek muxolaydi. Haqiqatan bu yaxshi bir joy. Ma'qul desangiz, vatanga ajr singdirgan bo'lasiz. Garchi muoshingiz bu yerdagi muoshdan tuvan bo'lsa-mu, u yerda go'sht, sut, tuxum va boshqa narsalarning bahosi bu yerdagi baho bilan selishtirg'ili bo'lmaydigan darajada arzon. Xohlasangiz u yerda xeyli pul yig'a olasiz. Fursat bo'lsa, muoshingizni o'stirib, bu yerdagi muosh bilan tang qilib qo'yaman. O chaqda o'rta maktab muoshidan yuqori muoshlik bo'lasiz. Bu taklifni anglagandan keyin nima deyishimni bilmasdan jim turdim. Ma'arif bo'limining mudiri so'zini davom qildi. O maktabda qiyri bir xotin bor. O ham dars beradi, ham maktab ishlarini boshqaradi. Bilqut O'zi bilan o'zi namozini qazo qilmaydigan, sadaqani ayamaydigan xotin. Faqat yangicha o'qitish usulini xohlamaydi. G'ayrat qilsangiz, u xotinni o'zingizga bo'ysundirasiz. Mobodo Zaynala ko'nglingizga yoqmasa, menga ikkili xat yozib o'ting. Darhol sizni loyiq bir yerga yo'tkab qo'yaman. Texay kim biladi? O yani ko'rgandan keyin hatto markazga tayinlansangizmi, bormayman deb turib olamsiz texay. Havası yaxshi, manzarasi go'zal, yemek-ichmak arzon, odamlari yaxshi. Shvetsariya yezlardek bir yer bo'lsa, odam bolasi Xudodan yana nimani tilasin? Ko'z oldimga quyosh tushib turgan yo'llar, bog'chalar, va'dalar, o'rmonlar keladi. Yuragim shiddat bilan so'qatdi. Shunday bo'lsa-mu, birdilla ma'qul deyishga jur'at qilolmadim. Hech bo'lmasa, Hoji Kalfa bilan maslahatlashay deb o'yladim. Ruxsat qilsangiz, 2 soatdan keyin kelib javobini beray, efendim. Mudir bir oz jonlangandek bo'lib, "Voy qizim, oldirmasangiz bo'lmaydi. U yana talab qilayotganlarmi bor? Qo'ldan chiqarib qo'ysangiz, aralashamayman jumu." dedi. "Undaq bo'lsa, 1 soat kelib berib kelay bey, efendim." dedim. Ma'arif bo'limi mudirining yonidan chiqib, zalda raqibim Huriya xonimga duch kelib qolmaymanmi? Beda bizni ishga raqib deb ataydiganligini bir necha kun avval yana Hoji Kalfadan anglagan edim. Bu xotin meni shunchalik yurak sodiq qildiki, ko'rib qo'rqib ketdim. Ko'miganga silib o'tib ketishni xohladim, biroq u yo'limni to'sib oldi. Tilamchidak yolvorib, paranjamning uchini tutib olib, so'zlashga boshladi. "Xonim efendi qizim, o'tganda sizga nisbatan bir adabsizlik qildim, ayibga buyuraman. Xudo haqqi, nervam buzilgan, odatdan tashqari qayg'u uchun edim. Ah qizim, mening nima kunlar tatqinimni bilsangiz echingan bo'lardingiz. Ish qilib, shu adabsizligim uchun kechiring." Qo'rqib turib, hech vaqasi yo'q dedim-da, yenidan o'tib ketmoqchi bo'ldim. Lekin nemishqidir meni qo'yib bergisi kelmaydi. Dastlab o'z ahvolidan shikoyat qildi. O'ziga qarashli 5 jonning ko'chada qoldiganligi, tilamchilik qilishga majbur bo'lganligini tushuntirdi. Huriya xonim bag'an sira adab, texmi vaqirab, yeriginishlik bir qiyofatda yolvorishga boshladi. Men nima qilishimni bilmay qoldim. Texmi yamani bu ajoyib komediyani ko'rish uchun atrofimizga kishilar to'plashdi. Katibat ishxonasidagi katiblar, qahva, sharbat to'shiydigan peshtamiliq shogirdlar o'rin oldi. Yuz qo'llarim o'tdek yonatdi. Izzat tarqinimdan yerga kirib ketgudek bo'latdim. Bu qitim men yolvorishga boshladim. "Sizdan o'tinib so'ray. Astroq gap qilsangiz bo'lamdi. Hamma odam bizga qarayotidi." U qasdan texmi adab, chechini yulib, tugimlarini o'zib yig'laydi. Qo'limni tizimni suyishga harakat qiladi. Atrofimizga odamlarning bag'ansir ko'payayotganligini ko'rib, dahshatga tushdim. Istanbulda ko'cha o'ttirsida tish tatadigan,
dağını tazlaydigan, sopun, qadaq doğrusu satıdigan jarchi kasıtlarının etrafıga adamlar qandaq toplashsa, bizmi xuddi shu ahvolda qoldik. Atrofdan bichariga uval, shu bechorani yig'latma kichik xonim degan so'zlar anglanishga boshladi. Tuyuqsizlar yerimda paydo bo'lgan yeshil sallilik, oq soqolliq, yo'g'on yalpa bir molla to'p-to'g'ri manqirab shundoq dedi. Qizim, cho'nglarga hurmat va iltifot qilish, dinda va odamgarchilikda har bir insonning burchi. Bo'ldi, shu xotinning rizqiga to'salg'u bo'lma. Shundoq qilsang, Xudo'nimi, payg'ambarnimi xush qilgan bo'lasan. Bu olam Allohning rizqi olimidir. Albatta, sana g'oyib xazinadan boshqa bir eshik echilar. Taranjining ichida bir tarafdan titrab, bir tarafdan badanimdan ter quyiladi. Qo'lidagi qisqashni to'xtamasdan sharaqlatayotgan qahvachining shogirdi shundoq bo'lmandigan deb baqirdi. Allah, nani nesib qilsa, shu yerdan rizqingni tepib yeysan. Top ichidagilarning bir qismi qaqaqlab kulishga boshladi. Shu asnoda qizil balvoqliq katibmi paydo bo'ldi. U qahvachining shogirdini yaqasidan tutib, palampaydan ittirib tushiribdi. Xudosiz badbaxt, og'zingni yirtiman, deb baqirdi. Bular nimaga kulishdikin? Shogird aytgan so'zlar mulla apandining so'zining o'zi-ku. O'riya xonim shunchalik yig'ladiki, sharmandalik shunchalik avjiga chiqdiki, buningdan qutulish uchun jinimni berishga tayyor edim. Oxir, "Xo'p, xohlaganingizcha bo'lsin, Xudo haqqi meni qo'yib o'ting", dedim va yerga tizlanib so'yishga harakat qilgan tizlarimni pastlikka tortib olib, Ma'arif mudirining bo'limiga qaytib kirdim. Bir ozdan keyin menga Markaz o'rta maktabdagi vazifamdan o'z roziliqim bilan iste'fo berganligim va Zaynala maktabining muallimlik vazifasini talab qilganligimga doir bir qog'ozga qo'l qo'yg'izib oldi. Bir soat qolmay butun rasmiyatlarim tugadi. O'rnidan qimirlashqimi ho'rinlik qiladigan Ma'arif mudiri taydimga tushib, valining uyiga berib, buyruqqa qo'l qo'ydirib akeldi. Aylab üstelden üstelge sürülüp hal bulmaydigan ba'zi ishlar ular xalab qasılar shunchalik o'ng'ayli hal bo'ladi. Mehmonxonaga qaytganimda Haji Kalfa meni eshik oldida kutib oldi. U ham norozi, ham mamnun bir qiyofatda. Xuddi men bilmaydigandek yushirib ketdim. Muborak bo'lsin, dedi. Nimani bildim shuncha? Buyruqning kelganligini jinim qizim. Qandaq buyruq Haji Kalfa? Jinim qizim, Markaz o'rta maktabda seni elib qilib, Huriya xonimning qog'ozini qo'liga beribdi. Yolg'on Haji Kalfa. Hozir Ma'arif mudirining yindan kelishim, undaq gap yo'q. U menga gumonsirab qaradi. Yo'q, buyruq oqshom keldi. Ishonchli yerdan angladim. Undaq bo'lsa, mudir sendan yushiribdi. Ular yana bir o'yin o'ynagan bo'lmasin yana. Bag'in, buni surishtirgin. Haji Kalfaning saddiligidan vassasiga tushgan zanglik qilib, bo'lgan voqeani bir xil so'zlab berdim. Va so'mkamdan buyruqni chiqarib, pulanglatib. "İşimiz qoldi, Haji Kalfa. Shveysariyadagi bir yerga ketadigan bo'ldik", dedim. So'zlarimni anglab etib, Haji Kalfaning yo'g'on burni xo'rozning tajisidek qizirishga boshladi. Qo'llarini surkab jeli bo'ldi. "Nima qilib qo'yding, nadan bola? Nima qilding? Oxiri seni qopqonga tushiribdi-da. Hozir berib mudirning yoqasiga esilg'in." Yana mo'ramni qisib, "Arzimaydi jinim Haji Kalfa. Senda xafa bo'lib ketma. Xafalikdan og'rib tatib qolsang, qanday qilamiz?" Bechora qiyirning mening uchun ochiqlashga, qayg'urishga haqqi bor ekan. Kechqurun ishning butun tafsiloti aydin bo'ldi.
Maarif mudiri Huriya xonimni yaxlaydi ekan. Nazoratga yozgan iltimosida uning peshqadam muallima ekanligini ta'kidlab, meni boshqa yerga yo'tkashni talab qildi ekan. Lekin nemishqidir, nazorat meni ilib qilib, raqibimni yaqinda echilgan boshqa yerdagi bir maktabga avatishni buyruq qildi. Tünögün akşam kelgan buyruqni ko'rib, Maarif mudiri, o'rta maktab mudiri va Rum alilik Huriya xonimning yurtdoshi bo'lgan moliya mudiri bosh qo'shib, meni boshqa bir yeziga avatib, o'rnimga Huriya xonimni ilib qilishning planini tuzishibdi. Huriya xonimning Maarif bo'limining zalida men bilan uchrashishi ular planlagan o'yin ekan. Hatto yiliq oqsoqol mo'linimi maxsus keltirgan ekan. Maarif mudirining so'zida go'zal Yevropa yuzlaridagi tariflangan Zaynila tog' orasidagi qushlarni turmaydigan, karavonni o'tmaydigan biri ekan. Bir yildan beri bu bo'sh o'rin bo'lsa-mu, eng xarab muallimlarni berishga unamagan ekan. Men bu ishlarni bilib, bakmo hayron qoldim. Chechiga oq kirgan saqalliq bir amaldorning nomussizlarcha meni oldiganligini zadal aqlimga sig'dirolmaydim. Haji Kalfan ochiq bilan beshini silkitib, "Mugdab o'ltirgan o yillarni bilmaysan. Mugdab oxir odamga shundoq etildiki, nerdan kelganini bilmayli qolasan, bildingmi, apandim?" Mayli, odam eng yaqin tuqqanlardan zarba yeyadi. Yatlardan zarba yesa nima bo'pti? Ularning ko'ngli tinsin. Men Zayniladimi baxtli yashab ketalayman. Anglayotganinglar bil qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Zaynila 28-oktyabr. Bugun kashqurun Kavkaz harbisi bilan Zaynila yezisiga keldim. Maarif mudiri balkim bu yo'lni poyezd tezligida hisoblagan bo'lsa kerak. Chunki 2 soatlik degan yo'li to'g'ri atdigan soat 10:30dan ta kechagacha so'zildi. Qanday qilsin bu muborak odam? Gunoh uningda emas. Balkim gah tog' bag'rlariga yamashgan, gah qurib qolgan saylarga tushgan Zaynila yo'liga temir yo'llarni saldirmaganlar. Haji Kalfanning oilasi meni shahardan 20 soatlik yiroqdagi buloq beshigacha o'zitib keldi. Bu uydagilar to'yga, to'g'risi g'aziga ketayotganda kiyingan edi. Arg'ining tayyor bo'lganini aytqili kelgan Haji Kalfani to'nimay qag'ili tas qoldi. U oq peshtamini tosh yo'lda, zalda, talantaylada o'ziga xos bir ohangda so'rab yuradigan ship-ship kashisini selib etib, ustiga o'ngib ketgan yoqasi etik uzun so'xno pashmat, putiga imomlar kiyib olgan kalash kiygan edi. Mo'tivarlar kiydigan yo'g'on qip-qizil haji do'ppisi chashsiz beshini quloqlarigacha yepib turardi. Samanyalik xonim Hayganush va Muratning kiyinishimi uningdan qilishmaydi. Bu yotoqda ochiq alamlik nurg'un soatlarni o'tkazganimga qaramay, qayg'u hasrat ichida ayrildim. Maktabdagi chig'imda bizga bir she'rni yodlatgan edi. Odamlar yashagan yerlarda bila turgan odamlar bilan ko'zga ko'rinmas yiplar bilan bog'lanarmish. Ayrilganda bu yiplar so'zilib, üzülgen iskiripki tarisidek mo'nliq ovoz chiqarishga boshlarmish va har biri üzülganda ko'ngilda ayrim hijron uyg'otarmish. Buni nima degan to'g'ri yozgan-a? Bir tasaddibilik bilan monastirlik xo'shnammu men bilan bir kunda bedin ayrildi. Lekin u texmi battar, texmi ichinishli qoldi ayrildi. Tönögün akşam ners keraklarimni yig'ishtirib bo'lib yotgan edim. Uyquliqda qattiq so'zlashgan ovozlarni angladim. Lekin uyqumni zadil ocholmaydim.
Birdilla dahshatli Wang Chungdan o'rnimdan turib ketdim. Zalda bir nimalar o'rilib ketdi. Kechining jimjitligida balalarning chayqirashlari, bo'g'iq ingrashlar, tayoq va shapaloq ovozlariga aralashib ketdi. Uyquliqdan dastlab menimga o't ketgan o'xshaydi degan o'yga keldim. Lekin har holda o't ichida qolganlar bir-birini urmas. Chashlarim cho'vuq, yalang oyoq beti yotoqdan etilib chiqdim va fojialik bir voqeaga duch keldim. Devrak yo'g'on, shapburutliq bir askar monastirlik xo'shnamni yerda so'rab, o'tiklari bilan chaylaydi. Balalar tang cho'qirishib, "Voy opamiz, dadam opamizni o'ldirdigan bo'ldi" deb vaqirishadi. Bechora xotin mushtin vijildab tushayotgan har bir qamchidan ingrab yerda do'mlaydi. Lekin odamning aqli yetmaydigan bir quvvat bilan yana o'rnidan turib, askarning tizlig'iga yepishadi. "Qo'ling bo'lay, qurboning bo'lay jinim afandim. O'ldirsangmi mayli, biroq meni tashlab ketma, meni qo'yib etma." Yerim yalang'och bo'lganim uchun yotiqimga qaytib kirdim. Undaq bo'lmagan holatdimi, qo'limdan nimami keladi? Astinqi qavatda yotganlarmi xazinasi bo'lsa kerak. Tuvandan dukurlagan oyoq tovushlari, bilgili bo'lmaydigan ovozlar keladi. Koridorning to'risida yo'riqlikning sho'lasi ko'rindi. Palampayda Hoji Kalfaning taqiri beshi paqirab turadi. Bechora qeri Wang Chungdan uyg'onib, jin chiroqni ko'tarib, ishkiyim bilan sirtqa yuguribdi. Qeri xizmatkor, bu nima degan satchilik, nima degan sharmandilik, mehmonxonada mo'shunda qilandi deb vaqirab ajratmoqchi bo'ldi. Lekin askar Hoji Kalfaning qo'sqig'i shunday qattiq tepdiki, bechora qeri xuddi futbol to'pidek qonqib yotqinning ochiq turgan eshigidan ichiga o'ngdisiga yiqilib tushdi. Xudoga shukr. Men chaqanliq bilan bechora qerining beshini tutib olmagan bo'lsam, taqir beshi yo'g'on kavdak yerga tushib yerlatdi. Uyqu sirash, qo'riqish, o'diqish uning ustiga Hoji Kalfaning bu ahvoli qo'shilib, nervlarimni qattiq buzdi. Qeri, "Voy Xudo, voy Alloh, ey la'nati hayvon" deb g'udirab o'rnidan turdi. Endi o'zimni karvat ustiga tashladim. Umrimda beshimga kelmagan shayton kulgisi bilan teliqib bo'g'latdim. Qo'lim bilan yotqanlarni mijixlab to'lg'inatdim. Sirtda nimalar bo'lib tugaganligini sezgudek holda emasdim. Wang Chunglar butunlay besirib, mehmonxona jimjit bo'lguncha o'zimni kulgidan to'xtatolmadim. Voqeadan munolarni keyin uqdim. Monastirlik xonimning hayosiz muhabbati oxir erining jiniga tegibdi. Askar qanday qilib bo'lmasin xotinini bolalar bilan birga qaytarib o'tish qaroriga keldi. Shu kechasi biletlarni ilib bo'lganini, atsi attiyanda tayyorlanib turishi kerakligini aytqili ketdi. Monastirlik xonim uning o'zini qo'yib berishga undan o'ngay rozi bo'ladimi? Yalvorib surkilishga boshlabdi. Kim biladi? Arada nima so'z, nima o'yinlar bo'lgankin, oxir bu dahshatli tayoq fojiasi kelib chiqibdi. Balki aradan 2 soat o'tganda, endi uxlay deb turganimda Hoji Kalfa eshigimni asta chekdi. "Menga qarag'ina muallima. Mehmonxonada sendan boshqa ayol kishi yo'q. Bechora xotin ho'shsiz yotadi. Buningga kulishga bo'lmaydi. Kel qizim, imoning bo'lsa holidan xabar ol. Ismimiz erkak bo'lgani uchun yeniga kirmaymiz. O'lib tatib qolsa, biz bolaga qolamiz" dedi. Ishik yo'chiqidan Hoji Kalfaning yuzini ko'rish bilan meni yana kulgi qistadi. "Inshaalloh" deb ahvolni so'ramoqchi edim, lekin og'zimga gap kelmay qoldi. Hoji Kalfa yuzimga ho'miyib qaradi-da, g'amkin holda beshini chayqab, "Kulayveradi ekansan,
pıxıldab külüşni bildigan yomon qizsan-da. Hey, buni qara, dedi. Külayverdikansan sözünü şunla xariti etdiki, hazırmı külgüm keladi. Dərtmən xoşnan bilan 1 saatdan ortiqroq avara bo'ldim. Bechorning butun yeri yaralangan, ko'kargan edi. Turib hushidan ketadi. Ko'zining qarsi yo'qab, tishlari kirishatdi. Ömrümdə birinchi qitim hushidan ketgan odam bilan hapalashishim edi. Shunga nima qilishimni bilmay qoldim. Lekin boshqa kelganda botir bo'ladigan kishi. Taxminan her 5 minutda bir hushidan ketganda, bechora xotinning qo'llarini, badanini o'laydim. Qiziga grafindan suv qo'yg'izib, yuziga chachatdim. Peshonasi, yuzi, qalpoqlari yerilgan edi. Yerilgan yerlardan tirimlab oqqan qonlar upulaga, sirmlarga aralashib, paskina dug' bo'lib, yuzidan bo'yin ko'ksiga tamatdi. Ya Rabbim, nima degan bo'yalgan yuz bu? Shuncha ko'p suv charsam yuvilib ketmadi. Shu kuni atdiganda uyg'onsam, o'dildagi yotoq bo'shab qopti. Askar tong sahardalar uni bolalari bilan birga g'arbiga o'ltirg'izib elib ketibdi. Xo'shnam menish oldida mening bilan xushlashqili kiribdi. Biroq oqshom o'zining sababidan uyqusiz qolganligimni bilib, uyg'otishga ko'zi qiymabdi. Hacı Kalfaga salımımni topshirib, ko'zlarimdan yenib suyibdi. Arvada ketib o'tib ko'zim Hacı Kalfaga tushsila kulatdim. U bu o'rinsiz kulgining sababini biladi. Shunga mayus kulimsirash bilan beshini chayqab, "Kula, kul, texchilik kulyapsan-a?" deb mening bilan chiqishadi. Bir azdan keyin oqshomqi tepikning dahshatini eslab, la'nati eshakning tepkinini ko'rdingmi? Qo'sqimning ichini ostin ustin qilyapti. Mirab mendan sana nasihat, umring bo'yi xotin mojarosiga hargiz aralashma. Xotin yiptur, orig'i tushgan ittur, dedi. Bir uylik odam kichik harg'ida qistilib o'ltirib, shahar sirtidagi buloq beshiga keldi. Biz mushiyada ayrilatdik. Hacı Kalfa botilkadagi suvni to'kib o'tib, uni buloq suvi bilan to'shqizdi. Qiyri harbikashga nurg'un so'zlab meni topiladi. Samanyalik xonim ko'ziga yosh ilib, bir kun avval menga atab pishirgan samslarni sevidimga silib berdi. Menga nisbatan tamoman parvosiz ko'ringan yava hayganosh birdan bir yeri og'riyotgandek yig'lashga boshladi. Shunchalik yig'ladiki, quliqimdagi marvoyit halqini chiqarib, hayganoshning quliqiga silib qo'ydim. Hacı Kalfa bu sovg'am uchun xijolat bo'lib, "Ya qizim, sovg'a qimmat baholiq narsa bo'lmasligi kerak. Bular qimmatli marvoyitlar", dedi. Yenik bir kulib qo'ydi. Qizining mening uchun to'kkan uncha marvoyitlari oldida bu xalqining ishki pulg'ini arzimaydiganligini bu oq ko'ngil sodda kishilarga qanday tushundirasan? Hacı Kalfa qaytadan meni harbiga chiqargandan keyin cho'nqur o'xtatdi. Qo'lini ko'ksiga urib, "Tova, bu ayrilish menga oqshomqi tepikdimmi ig'ir tushyotdi", dedi. Oqshomqi fojiani eslatgan bu so'zlar meni yana bir qitim kuldirdi. Harbi qo'zg'algan edi. U qo'lini pulanglatib, "Kulasan-da shayton, kulasan", dedi. Arliq yiroqlashmasdan ko'zlarimni ko'rgan bo'lsang, jinim Hacı Kalfa, bu so'zni demagan bo'lardi. Harva o'ng'ul-do'ng'ul tog' yo'liga tushdi. Gah suyu qurgan saylardan, gah etizlardan, gah vayroni bog'layginidan mang'atdi. Arlab birdan ichkidan ketayotgan dehqonlarga yerishdan engirgandek ovoz chiqarib kelayotgan kala harvisiga uchrab qoladi. Tag' bir bog' yo'lidan qariqchilardek dahshatli qiyofatdagi uzun burutliq ishqi saqchi kelayotdi. Yinimizga kelganda harbikashga
"Assalomu alaykum" deb menga tikilib qaradi. Hacı Kalfa, "Xudoga shukr, yo'llag'u tinish, shundaq bo'lsa-mu yuzingni yipib yurgin. Sening husning hamma yerda ejilib yuradigan husnlardan emas, uqdingmi apandim" degan edi. Yiroqdan odam qarsini ko'rsamla, Hacı Kalfaning nasihatini eslab, yuzimni yipib olatdim. Vaqt o'tgan sari yo'llar jimib, g'amkinlik besishga boshladi. Bilqut xazinasi. O'tib ketayotgan harvalarning inchki zil ovozli qo'ng'iriqi bor edi. Buni ijod qilganlar shunday yaxshi o'ylashganki, tog' bag'rlarida jiyronlarda paydo qilgan aks sadolar kishiga xuddi tasalli berayotgandek tuyuladi. Bo'libmi bir qiyolikdan o'tganda yiroqdan kuyayotgandek ko'ringan qora toshlarning u tarafida ko'z yetmas uzun bir yo'l bordek, inchki ovozli bir xotin teliqib öksib yig'lab kaynimizdan kelayotgandek his qildim. Yo'l tugaydigandek emas. Biror yeza, hatto biror tub daraxtmi ko'rinmaydi. Asta-asta ichimga bir qo'rqinish tushdi. Kashkirgacha Zaynila yesiq yetib borolmay tog' arsida yolg'iz qolsam-a? Arvikash andi-sanda to'xtab atlarini dam oldiratdi. Atlar bilan xuddi odamdek gaplashadi. Biri tashliqqa kelib, yana shundoq dam elayotganda, "Yana qanchalik mangimiz?" deb so'radim. U beshini eg'ir chayqab turib javob berdi. "Keldik." Bu kishi qiyri odam bo'lmagan bo'lsa, menga chaqchaq qilyotdi deb o'ylagan bo'lardim. "Bu qanday gap?" dedim. "Allohning dashtida turibdimiz, yo biror yeza, yo biror narsami ko'rinmaydi." Qiyri odam harbidan yuklarimni tushirib deb javob berdi. "Qarang, mana shu so'qmoqdan tushimiz. Zaynila 5 minutlik nerida. Endi harbi yo'li yo'q." Taşlar arasından munara pelenbeylerden tik yo'ldan pastga tushishga boshladim. Keşke g'uvolik ichida pastdagi qop-qora savri daraxtzorligi va atrofi chitlaq, meva-chevalar yalang'ochlanib qolgan bog'lar orasida u yerdan kapilar va yog'och uylar ko'rindi. Bir qarashda Zaynila u yerda tutun buqsib turgan yong'in xarobasiga o'xshaydi. Yeza desa ko'z oldimga yeshilliklar orasidagi qadimgi bo'g'ozchi shahar bog'larining kaptarxonalarga o'xshagan chiroyli kapilari va manzarli joylar keladi. Halbuki bu uylar yelini o'rlib tushdigandek vayronlikdan iborat edi. O'rlib tushgan tugman oldida yaktak kiygan, beshiga salla o'rgan bir buvayga duch keldik. U qo'rg'ilari chiqib turgan o'riq serini og'anchisidan so'rab uylardan biriga kirgizishga harakat qiladi. Bizni ko'rib to'xtadi va sinchilab qarashga boshladi. Bu buvay Zaynila yezisining boshlig'i ekan. Harbikash uni taniydi ekan. Bir necha eg'iz so'z bilan mening kimligimni tushuntirdi. Beli pirmiliq qora paranjam, mahkam yipilgan cho'mpardan bilan mening yosh qiz ekanligimni bilish mumkin emas edi. Biroq yezi boshlig'i meni bekmi yasangan deb bilsa kerak, hayronlik bilan qaradi. Keyin serni yalang oyoq bir balaga tutqizib qo'yib, oldimizga tushib, bizni yezining tar ko'chalaridan boshlab mangdi. Endi uylarni yaxshilab farq etishga boshladim. Kavak degan qishloqda ishik oldinlariga to'rlar esilgan, yomg'irdan chirib qaraygan, bo'g'azdan urgan shamol ta'siridan bir yonga qiyshib ketgan vayrona beliqchi kaplar bo'ladigan bu uylar bir qarashda shularni eslatdi. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Reshat Nuri Guntekinning Şinjan Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Chalaqushi nomli romanini bugun mushyagicha anglatdik.